O'yladingmi bironta bloger? Ha, o'yladim. Mana o'yladim. Men birinchi savol beraverim. Sana bloger o'g'il bolami, qiz bolami? Qiz bola. Sani blogerin turmushga chiqqan, chiqmagan? Yo'q, chiqmagan. Sani blogerin 20 yoshmi? 20 yoshdan pastmi? Ha. Past. Sani blogerin qiz bola? Da. Sana blogerin qanaqa bloger bo'ladi? Man lifestyle. Sen ber. Amanmi? Sani blogerin lifestyle yuritadi? Da. Уже bilmayman. Xo'p. Sani blogerin ухажёрлari ko'pmi? Ha. Sani blogerin ko'p gul oladimi? Da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Sani blogerin yigit bormi? Yo'q. 50-50. Sani blogerin 20 yoshdan balandmi? Yo'q. Distingga. Hop. Sen. Juda topolmayman. Sorbe. Sani blogerin soch uzunmi? Yo'q, eslamayman. Uzun bo'lsa kerak. Sani blogerin mashhurmi, mashhur emasmi? Men uchun mashhur. Bo'pti. Eta qochim san bloger. San et? Savol ber. Yo'q, bo'ldi. Ko'payib ketdi savol. Mayli. Sani blogeringmanmi? Da. Sani blogerin kim edi? San. Серьезно? O'ylaganim. Tavba. Bo'ldi. Pode dar